Xitoy hukumatı 2020 yıldan başlap 3 yıl qattiq yo'l qo'ygan yuqumni nolga tushirish siyosatini 2022 yili 12 oyda bekor qilgandan keyin Xitoyda COVID-19 vabosi biraqli yamrab, yuqumlanib o'lguvchilar soni kun sayin eshib ketgan. Navbatda Xitoyda avjiga chiqqan COVID vabosi yuqumining dunyoviy tahdid paydo qilganligi va har qaysi davlatlarning o'xshamagan tadbirlarni ilayotganligi o'tirg'i chiqmoqda. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoydan Italiyaga uçqan aeroplandagi yo'lovchilarning 50% COVID yuqumdori ekanligi oshkorlangandan keyin COVID yuqumining yana bir qatim dunyoviy ofatga aylanish xavfi nurg'ulg'an davlatlarni andishiga solgan. Bloomberg xabarlar to'rining 28 dekabrdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, 26 dekabrdan boshlab Italiya Sahiyya ministerligi barliq yo'lovchilarga COVID tekshirishi elib berishni qaror qilgan. Xabarda deyilishicha, agar ulardan yangi virus alomatlari bayqalsa, Xitoy sayohatchilarga texmi ig'ir cheklama qo'yildi ekan. Ma'lum bo'lishicha, nurg'un davlatlar Xitoyda yamrayotgan COVID-19 yuqumiga qarshi tadbirlarni yo'l qo'ygan. Egallanishicha, 28 dekabr kunigacha Italiya, Fransiya, Germaniya, Angliya qatorliq Yevropa davlatlari, Amerika, Yaponiya, Hindiston, Malayziya, Tayvan, Koreya qatorliq davlat va rayon hukumatlari munosib tadbirlarni e'lon qilgan. Bu tadbirlarda Xitoydan va 3-davlat orqali Xitoydan kelgan yo'lovchilar qarta COVID-dan yuqumlanmaganligi haqida isbot talab qilish, chegaradan kirgandan keyin COVID yuqumini qayta tekshirib 7 kunlik karantin tadbirlarini qo'llanish, viza bejarishni vaqtli to'xtatish, chegaradan kirgizmaslik qatorliqlar e'lon qilingan. Amerika ovozining 29 dekabrdagi xabarda deyilishicha, Amerikadagi kasalliklarning oldini olish markazi, ya'ni CDC 28 dekabr kuni uqtirish chiqarib, Amerika vaqti 2023 yili 1-oyning 5-kuni soat 0dan boshlab Hong Kong va Makoni o'z ichiga olgan Xitoydan kelgan 2 yoshdan yuqori bo'lgan barliq yo'lovchilarning aeroplanga chiqqanda 48 soat ichida COVID-dan yuqumlanmaganligi haqidagi tekshirish isbotini ko'rsatishni talab qilgan. Xabarda deyilishicha, bu talab 3-bir davlat orqali Xitoydan kelgan yo'lovchilarga qo'yiladi ekan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, 27 dekabr kuni Yaponiya hukumatı Xitoyda COVID yuqumi og'irlashgani uchun 30 dekabrdan boshlab Xitoydan kelgan barliq yo'lovchilarni tekshirish, yuqumlanganlarni 7 kun karantin qilish tadbirlarini e'lon qilgan va Xitoydan Yaponiyaga uchirgan aeroplanlarning uchish qitim sonini cheklashni uqtirgan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 28 dekabr kuni Tayvan Markaziy Sahiyya idorasi uqtirish e'lon qilib, 2023 yili 1-oyning 1-kunidan boshlab Xitoydan kelgan barliq yo'lovchilarga COVID yuqumini tekshirishni yo'lga qo'yilganligini e'lon qilgan. Hindiston hukumati Xitoy, Tayland, Yaponiya qatorliq davlatlardan kelgan barliq yo'lovchilarning chegaradan kirganda 48 soat ichida tekshirilgan COVID-dan yuqumlanmaganligi haqidagi isbotni ko'rsatishni talab qilgan. Janubiy Koreya 15 dekabrdan boshlab Xitoyni COVID yuqumi xatarlik davlat tizimligiga kirgizib, Xitoydan kelgan yo'lovchilarning yuqumlanish ahvolini tekshirish belgilamasini e'lon qilgan. Shimoliy Koreya eng qattiq tadbir qo'llangan davlat bo'lib, Xitoydan kelgan barliq yo'lovchilarning cheklanganligini e'lon qilgan. Tibbiy mutaxassislarning bildirishicha, navbatda Xitoy hukumatı COVID vabosining tarqalish ahvoli va yuqumdorlarning haqiqiy sonini oshkorlashni rad qilgan ahvol ostida har qaysi davlatlar tadbir olmoqda ekan. Tibbiy mutaxassislardan New York Kolumbiya universitetining tadqiqotchisi doktor Mehmet Emin Efendi radiomiz ziyoratini qabul qildi. Xitoyninki 3 yildan beri ilib borgan siyosati shu vaban, ya'ni shu pandemik degan narsaniki qadimisiga butunlay xilof berdi. Bu pandemik degan dunyo xarakterlik vaboni kontrol qilishda faqat 2 xil yo'l bor. Birinchisi umumiy xalq, ya'ni shu bir rayondagi umumiy xalqning ko'p qismininki shu vabo bilan yuqumlanib, ya'ni immunitet kuchiga ega bo'lish, yana birisi shu unumli vaksina orqali ularni immunitet kuchiga ega qilish. Bundan boshqa bir ilmiy kontrol qilish usuli yo'q. Xitoyda vaksinaninki unum bermaganligini bir sabab, andan keyin qattiq kontrol qilish orqali insonlarninki bara immunitet kuchiga ega bo'lishni to'sab qo'ydi. Nurg'un insonlarni uydan tashqariga chiqib qo'ymay qo'ydi. Endi hozir biroq qo'yayotgandan keyin qisqa vaqt ichida nurg'un odam yuqumlanib ketsa, doktorxonalarninki davolash
qobiliyatidan ishib ketib o'lmaydigan odamlarni o'lib ketishini keltirib chiqaradi hamda. Hozir kontrol qilinmaydigan alg'a chiqib qilib majburiy bu siyosatni o'zgartirdi. Uning bildirishicha, Xitoydagi yuqum vaziyati mushu holatda davomlashsa, bu virusning necha yil avvalgidek dunyoga yamrash ehtimoli kuchli bo'lib, har qaysi davlatlarning munosib tadbirlarni elishi to'liq zarur ekan. Hozir eng andish qilayotgan ahvol Xitoydagi tarayotgan shu virusninki o'z xarakterini, ya'ni gen alayligini butunlay o'zgartirib, hozirgi mavjud dora yoki vaksinalarga önüm qilmaydigan, faqat önüm qilmaydigan yeni bir variantini dunyoga kelib, 3 yilning oldidagi vahiminingki qayta sodir bo'lishidan andish qiladi. Bu jihatda andishsi eng yig'ir davlat Hindiston, anandekin Sharqiy Janubiy Osiyodagi ba'zi davlatlar bu jihatda alohida andishini qilib, o'zininki fuqarolari qaytadan yana kuchaytiradigan vaksina urishni boshladi. Bu hamda haqiqatan ihtimollik mavjud bo'lgan bir tahdid hamda. Yeni o'zgarishchan bir virus paydo bo'lsa, 3 yilning oldingi ahvol yana qaytalanib qilishi mumkin yoki bo'lmasa dunyo miqyosida bu vabo qaytadan yig'ilib ketish ehtimoli bor. Uning ta'kidlashicha, hozir kishilarni andishiga selayotgani navbatda yo'lga qo'yilayotgan tadbirlarning unumdorlik masalasi ekan. U tadbirlarni qo'yish hamda qo'ymagandan yaxshi, lekin onun pek önümlü bo'lishig'a men ishonmayman. Chunki Xitoyda ish bajarish usuli boshqa davlatlar o'ylagandek undan emas-ku. Xitoy hukumati bu Xitoy fuqarolarininki chet elga chiqib sayohat qilishiga yo'l qo'ygan ekan. Ularning bu 48 soatlik natijani saqchi qila olishga butunlay amali bor-ku. Endi u Xitoy fuqarolariga 48 soat ichidagi saq chiqqan, tekshirishda saq chiqqan nimani o'lcham qo'ysa, ular uni saq bo'lmasa saq chiqara olishi mumkin. Undaq natijani yasab chiqmak Xitoyda oson endi. Shuningdek, bu yerda unumlik to'sayman, bu vaboning kengayib ketishini unumlik to'sayman desa, cho'qim shu belgilangan yoki bo'lmasa shu kirguchi davlatningki tekshirishga nimasi bo'lish kerak yoki bo'lmasa Xitoyda şu elçihanlar şundak bir o'rinni bekitish kerak. Agar unda bo'lmagan vaqtida chegirdi kirishning burun aydırımda yana davlatning qaysi davlatning o'zining o'lchim bo'yicha tekshirib, saq chiqqandan keyin kirgizish bo'lmay qolsa 8-10 kun karantin qilish hamda. Bu menimcha biroz unum berish mumkin. Amerikadagi tibbiy mutaxassislardan Washington Markaziy doktorxonasining doktori doktor Jurat Obul apandimi ziyoratimizni qabul qilib, o'z qarashlarini anglarmanlar bilan o'rtoqlashdi. Uning qarashicha, Xitoy hukumatı 3 yildan buyon qattiq yo'l qo'ygan yuqumni nolga tushirish tadbiri mag'lub bo'lgandan keyin, navbatda bu tadbirni bekor qilib, butunlay qo'yib etish tadbirini qo'llangan. Endi beshida Xitoy buni xalqaradan yo'shirib, vahshiyona kontrol qilish siyosati qo'llangan. Endi yaqinda oq qog'oz harakatidan keyin Xitoylar tuyuqsiz to'liq ichitish va o'zaro yuqumlantirish tez suratda hamma xalq yuqumlanib, yuqumni pallaga yetkazib, uni tabiiy holda kontrol qilish siyosatini qo'llangan. Uning ta'kidlashicha, Xitoy bu tadbirlar orqali yuqumni tabiiy kontrol qilish maqsadiga yetmoqchi bo'lgan. Bularning bu qitimqi siyosati o'zaro yuqumlangandan keyin yuqumning pallasiga tez ko'tarildi va uningdan palladan tushgandan keyin tabiiy kontrol qilish maqsadiga yetkazilib oldi, tabiiy immunitet shakllanib, bu yuqum kontrol oldi degan. Jurat Obul apandining qarashicha, bu qitim Xitoyda ko'rilayotgan COVID virusining yana qanday o'zgarib dunyoga yangi ofat bo'lishi eng andish qilarlik masala ekan. O'xshamagan ikki pallaga yurish qilishda bu Xitoyning mushunda bir ahvolda Xitoylar tuyuqsiz chetga chiqadigan o'zining xalqini rag'batlantirib, chetga chiqish siyosatini qo'yib etgan. Bu Qahlarni ayron qoldirdi-da, necha vaqtdan beri qattiq kontrol qilayotgan. Kirdiganmi, chiqadiganmi. Bu qitim virus burunqisiga o'xshamdi degan bir masala ko'rildi bu yerda. Garchi hammasi omikron bo'lsa-mu, hozirgi vaziyatdan qaraganda Xitoyda ko'rilayotgan bu omikronninki mutation, ya'ni o'zgarish bo'layotgan tipi jiq. Bu hozir qanday bir ahvol keldi deganni hech kim bilmaydi. Chunki bular burun ko'rilib boqmagan bir holat kontrol qildi. Endi bu virus o'zgarib nega ketdi? Biz ishlatgan vaksinalar foyda qilamdi, qilmamdi? Yana bir qitim pandemiya ko'tarilamdi degan bir cho'ng masala bor. Jurat Obul apandi yana bu xil ahvolda har qaysi davlatlarning yanama qattiq tadbirlarni yo'lga qo'yishi, hatto Xitoydan keladigan barliq aeroplanlarni to'xtatishdek texmi unumli tadbirlarni qo'llanishining zarur ekanligini bildirdi. Yaponiya, Amerika degandek davlatlar
haftalar to'sib, tekshirib, bir haftadan karantin qiladigan bir xil yangi siyosat qo'llanibdi. Meningcha o'g'anda undan qattiqroq qo'llanish kerak. Chunki bu yangi bir pandemik hodisani ko'tarib etsa, bu texnik cho'ng bir chatoq bo'ladi. Bu virusningki hozir o'zgargan shaklini, nima berib, nima turganini bilmagandan keyin chegaradagi hamda kontrolni chin qilish kerak. Programmani Mehribon tayyorladi.